Assalomu alaykum hammaga do'stlar. 2025-yil litsenziyalangan umra safari narxlari nech pul bo'layapti? Ya'ni do'stlar, noyabr hamda dekabr oylariga nech pul bo'layapti va qaysi kunlarga bo'ladi? To'liq ma'lumotni doimgidek Boburxon akadan olsak, undan oldin aytib beraylik. Biz hozir Yuksak Travel'da bosh ofisiga keldik. Bemalol kelib, o'zlaridan xarid qilish imkoniyati bor. To'liq ma'lumotni pastdagi nomerlardan olishlari mumkin. Assalomu alaykum. Boburxon aka, charchamang. Ishlar yaxshimi aka? Xudoga shukr. Aka, mana noyabr hamda dekabr oylari deyapmiz. Asosiy savolimiz doimgidek bizdan so'raladigan savol aka, ya'ni mehmonxonamiz uzoqligi qancha masofasi aka? Avvalambor mehmonxonamiz uzoqligi Madinada 50 metr masofada, 338-eshik Masjid Nabaviygacha, Makkada 1,5 kilometr atrofida 24 ga 7 avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bemalol maza qilib borib kelishlari mumkin. Mumkin, va xohlasa. Undan tashqari shifokorlar masalasiga keladigan bo'lsak aka, Xo'p, bizda shifokorlar ayollarga va erkaklarga alohida, ya'ni ayollarga ayol, erkaklarga erkak shifokorlar xizmati mavjud. Mavjud bo'ladi aka. 50 boshlari qanaqa bo'ladi aka? 50 boshlarimiz yosh, xushmuomala, o'zlarining ota-onalari, yaqinlari, opa-singillari, aka-ukalariga qaragandek qarashadi. Xudo xolasa 50 boshlar 14 kun safar davomida birga bo'lishadi. Birga bo'lishadi. Ya'ni boshidan oxirigacha birga bo'lishadi. Safarni boshidan oxirigacha birga bo'lishadi. Shunisiga yana bitta asosiy narsasi do'stlar, shunisiga ahamiyat berib qo'yinglar. Bular litsenziyalangan umra safari deyapmiz. Ya'ni O'zbekistonda 14 ta litsenziyalangan umra safari narxlari bor. Bemalol tur firmalar deyshadi. Shunaqalardan bittasi ya'ni Yuksak Travel'ga tegishli bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni, sizlar do'stlar, misol uchun 1-dekabrga ketadigan bo'lsangiz, 14-dekabrga qaytasiz va bordi keldi biletingiz oldindan siz qo'lingizga topshiriladi aka. Oldindan ketish va kelish sanalari bizda aniq bo'ladi. Hamma narsa aniq tashkillashtirilgan. Ya'ni sizga ketadigan kuningiz bizda shunaqa ko'pchilik yozyapti, ya'ni kuniga aldanib olyapmiz, 3-kuni chaqirsa 5-kuni ketyapmiz. Yuksak Travel'da xudo xolasa unaqa muammolar bo'lmaydi aka. Imkon qadar so'rab surishtirish borishlarini tavsiya qilamiz. Diniy qo'mitani rasmiy saytiga kirilsa 14 ta firmaga litsenziya berilgan. Shular orqali borishlarini tavsiya qilamiz. Tavsiya qilinadi. Ya'ni Yuksak Travel'dan borasizmi, yo'qmi do'stlar? Birinchi o'rinda, ya'ni litsenziyalanganini bilib olinglar, shunga qarab borsalar ham bo'laveradi. Bu video albatta sizga tavsiya bo'ladi. Tavsiya sifatida olinayotgan video bo'ladi. Xo'p, aka, bularni aytdik. Eng asosiysi aka 7 yoshdan 70 yoshgacha bizda asosan borishadi. Qanaqadir yosh kichiklarga hamda kattalarga chegirmalarimiz bormi aka? 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'sha viza xizmatini o'ziga to'lov qilinadi. Hozir maktab yoshidagilar vaqtinchalik cheklov qo'yilgan davlat tomonidan. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga viza va yo'l kiralarga to'lov qilinadi xolos. Qolgan 5 yoshdan keyin kattalardaqa to'lov qilinadi. Kattalardaqa to'lov qilinadi. Yana bitta narsa, oilaviy qanaqadir o'rtoqlar bilan ko'pchilik, ya'ni 3 kishi hamda undan yuqori bo'lganlarga chegirmalarimiz ham bor. Bizga qo'ng'iroq qilishsa, biz batafsil ma'lumot beramiz, chegirmalar qilib berishga harakat qilamiz. Chegirmalar qilib berishga harakat qilinadi. Yeb ichishlarimiz qanaqa bo'ladi ibodatga quvvat bo'lish? Xo'p, ovqatlarimiz Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari tayyorlanadi. Ovqatdan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q, xudo xolasa. Ya'ni malakali oshpazlar o'zimiz O'zbekistondaqa yurgandaqa bemalol maza qilib bo'laveradi. Ya'ni ayniqsa yoshi kattalar boshqa joyga borganda taomda qiynalishadi. Xudo xolasa bizda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Undan tashqari mehmonxonani otini so'raganlar uchun Kanariya mehmonxonasi bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yamiz. O'tgan yil 4 yulduzli mehmonxona edi. Bu yil 5 yulduzli mehmonxonaga o'zgartirildi. Xolis fikringizni kommentda yozib qoldiring. Yuksak Travel'dan borgan bo'lsangiz, yomon bo'lsa yomon deng, yaxshi bo'lsa yaxshi deng. Biz hech qanaqangi xolis fikrlarni umuman o'chirib yubormaymiz. Endi eng asosiysiga keladigan bo'lsak, noyabr hamda dekabr oylari qaysi kunlariga bor aka? Xo'p, noyabrda 22, 25, 29 ga hozir joylarimiz bor. Dekabr oyini 2-dekabrdan tashqari to'liq seshanba reyslarimiz bor. Bor. 2-dekabr to'lib qoldi. Xo'p, reyslarimiz qayerdan bo'ladi? Reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri Farg'ona xalqaro aeroportidan Jiddaga uchadi va Jiddadan to'g'ri yana Farg'onaga qaytiladi. Hozircha Farg'onadan bor. Hozircha Farg'onadan. Farg'onadan bor do'stlar. Kimgadir qizig'i bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, noyabr oyi 1025-1050 dollar kuniga qarab, dekabr oyi to'liq 999 dollar atrofida. Yana aytganimizdek, aloqaga chiqsangiz, bizni obunachilarga qanaqadir bonus chegirmalar Xudo xolasa chiroyli narxda qilib beramiz hammaga. Xudo xolasa do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boburxon aka, e'tibor uchun rahmat.